Assalamu alaykum Ömer Bek Efendi. Aldı bilen bu Dünya Uygur Kurultayı'nın siz başlıq 5 lager şahitliği bugün mükafat belginin mübarek olsun. Elbette Dünya Uygur Kurultayı ve Uygur halkı sizlerin kılgan hizmetinlerden minnettar. Çünkü sizler lagerden çıkan zaman Xitay hükümetinden Uygur, Kazak, Kırgız qatarlıq yerlik Türk, Müslüman halkı qıvatkan erki qırgınçılığın aşkarlaşına ait zor, mühim rollarını oyundunlar. Şuna siz başlıq bu 5 bu mükafatını alğandan keyin siz özünüz qanday bir təsiratı buldunuz? Aleykümselam muhbir efendim. Biz lager şahitleri bu mükafat yığından keyin yanıla bu mükafat aldığını etigen deb hesaplaymiz. Şahsen ben hem bizim bütün lager şahitlerindeki oyumuz şundaq. Yani en çok mükafat bizning Sharq Turkiston xalqimizni qachon şu xalq sarayımızda tollarını kiyip, dopplarımızı kiyip samanı oynap durup düşkən vaxtımızdaki en çok mükafat bu. Hem şundaqlar Sharq Turkiston xalqimizdeki bütün lagerlardaki türmədəki qardaşlarımız boşap çıqqan vaxtı bu mana biz üçün en çok mükafat hesaplanırdı. Şunundan mı bu halkımızdaki bu köyüge rahmet etimiz, yani bu mükafata rahmetimizi bildirimiz. Biz bu davada toxtamasdan milliy kurashda yana butkul Avrupa ve İslam memleketlerinde guvalıqimizni davamlaştırıp Xitayga en ajallik iqtisodiy ve siyasi zarbalarni berib, en tez arada xalqimizni bir hür hayatga erishtirishga, bütün bedelimizni to'lashga tayyormiz. Ömer Bek Efendi, siz lagerdan çıkılı bir qancha yıl bolğandan yaqi toxtamasdan harakat qildingiz. Xitoy hukumatining bu jinoyatlarini dunyoga tanishtirdingiz. Sizdan boshqa albatta bugun yana Gulbahor Xatvaji, Gulbahor Jelilova, Qalbinur Sidiq xonim ve Qozog'istondan kelgan yangi xonim hammalar nayt muhim rollarni o'ynab keldi. Masalan, yana nurg'unlar masalan chiqqan bo'lish mumkin, ammo ular sukutni tanladi. Ular xalqaro chiqib o'zining beshining kechirgan bu issiq sovuq fojialarini demedi. Sizlarga qanday bu jasorat keldi? To'xtamasdan yana. Albatta buni bu jarayonda sizning oilangizga, hammalarning urug' tuqqanlarga Xitoy hukumatining qattiq besimlari keldi, tahdidlari keldi, ham ziyonkashlar keldi. Shunga sizlarning ishinglardagi bu jasorat nereden keldi bu jasorat? Bu jasorat dastlabda mana shu turmaga kirgan vaqtdan boshlab lagerga shu yerdagi haddidan oshgan bu zulm meni sukutni ashni ichidanma tanlamasdan men qarashlikni bildirib chiqqan. 2017-yilning oxiridan boshlab Qozog'istondagi medialarga axborotni bergandan boshlab hozirga qadar meni shu adolatni yaqinlaydigan bir ruh bor meningda. Çünkü ben Sharq Turkistonda tug'ilib o'sgan, Turpanda tug'ilib o'sgan, qora suvni ichib, nalarni etib yegan bir insonlarning avlodlari biz ham shunday o'sgan yigitlar. Naqshliq azaldan chidamaymiz. Aşağıdaki xalqimiz ham o'zim shaxsan shu ko'rgan narsalar va boshqalarni ko'rib shu narsalar nohaqchilik. Buning chidamasdan buning chiqishga umush adolat yo'lini men tanlagan. Hamını öldürüp taşlayamadı deb ishongan, ammo Allohning rahmatidan hayot yashayapman. Bunu tanlasam, benim aile tabatlarım nemesinden ziyankeş uçlayacağını bilip durup bunu tanladım. Ahire degandek 2018 9. 16. günü atamını şu lagerlarda şehit kıldı. Başka qarindoshlarımızın nurg'un aile tabatlarına sangalarını akirib, qiyinchiliklar qilib, tahdidlarni qilib, hozir qadar shunda davom etishyapti. Biroq biz buni asla pisat qilmaymiz. Bizni bu yuragimizdagi bir ruh, ruhi hech qachon biz qaytmaymiz bu yo'ldan. Xitoy hukumati masalan mushu sizning qilayotgan mushu to'lagan bedellaringiz, qilayotgan tirishchanligingiz Xitoy hukumati har qanday bir usul bilan to'xtata olamdi? Yo'q, asla mumkin emas. Bu masalan siz chiqqandan yaqi albatta qolgan shohid lagerlar bilan birlikda yana bugun bir so'rinni sizlar birlikte nurg'un faoliyatlarni olib bordinglar. Masalan yaqinda sizning chaqiringiz va yetakchiligingizda sizlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığı Ceneva'da, baş ştabining oldida Bachlat xonimning bizning vatanga borgan chaqda bilib berishini tashabbus qildinglar. Hozir Bachlat xonim masalan Bari Qashqar bilan Urumchini ziyorat qildi. Sizningcha uning berishi bilan u hozirgi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga, Qozoq, Qirg'iz millatlar qaratda ilib borayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirib, shu to'g'risida bir yakun chiqardi deb o'ylamsiz? Yo'q, chunki Xitoy buni oldindan tayyorlikni qilib, uning so'zlaydigan insonlar va oila tabiatlar hamma tayyorlab bo'ldi. Agar u xonim haqiqiyni anglamoqchi bo'lgan bo'lsa, bizdek lager shohidlari bilan, hattoki oila tabiatlarda g'oyib bo'lib ketgan, urug' tuqqanlar g'oyib bo'lib ketgan insonlar bilan
so'zlashgan va shuna bir komissiya a'zolarini o'rnashtirgan bo'lgan bo'ladi. Shu sababdan biz bu Uyg'ur qirg'izchilik aytib reportni e'lon qilishni talab qilib, Janvardagi bu namoyishni o'rnashtirish qildik. Noyada g'alblik tamomlab qaytib keldik. Tunugunki, ya'ni o'lishgunki bu Şinjan polis nimasiniki e'lon qilinishi, murojaatni e'lon qilinishi biz hala bu 4-5 yil mobaynida berayotgan bu guvohliklarniki texmi betondek qatqan mustahkamlashgan holatda dalillab chiqyapti. Biz so'zgan narsalar faqat og'zimizda so'zlashni boshqa amal qilolmadik, chunki uning ichida fotograflash mumkinchiligi yo'q. Xitoy bir intayin bir betaraf mamlakat bo'lganligi uchun. Shuning uchun biz mana oldimizda yana islom mamlakatlariga anglatib, bu islom dunyosini ham, g'arb dunyosini ham, demokratik mamlakatlarni ham, islom olimini ham uyg'otishga biz lagar shaytlar har qachon tayyor. Biz hayotli bo'lsak, bu zulmni to'xtatishga o'zimizni bag'ishlaymiz. Shunda hozir endi Xitoy hukumatining bu irqiy qirg'inchilikni davomlashtirgani 5 yil bo'ldi hozir. Masalan, 2 dunyo urushi 5 yilda oxirlashgan. Endi nurg'un hozir shu asoratdagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz millatlar endi vatanda bo'lsin, sirtida bo'lsin bu qachon oxirlashdi, qachon tugaydi, ya'ni xalqaro qachon harakat qildi deb shu arzu umidda. Albatta Amerika boshlig'i bir qism g'arb ellari bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan bo'ldi, Xitoyni jazolagan bo'ldi, ammo Xitoy to'xtab qolgani yo'q. Ham bu BDT'ning hozir bag'ni bilan o'zingiz degandek, hozir buning yakuni qanday bo'ldi, buni aniq bilmaymiz. BDT'ning o'ynayotgan roli haqiqatan Uyg'urlar hammalarni afsuslantirdi. Shuningga sizning hozir musulmon dunyosini deb o'tib ketdingiz. Sizning bu musulmon dunyosidan ham g'arb dunyosidan ham arzu qilgan nima narsalarınız bor? Hozir masalan musulmon dunyosini berib ish harakatini boshlab kelsangiz. İslam dünyasındaki tutgan narsamiz, İslam dünyasida 1 milliarddan ortiq nüfus ahliga ega. Shu sababdan islom olimini Turkiyaga keltirgach, uni Xitoyning mollarini boyqut qilish, uniki bu vatanimizda masjidlarni chiqib, musulmonlarni so'lab, dinsizlashtirish, bu bizning islomdan tark etkizish, insoniylikdan chiqarish, ya'ni robot insonlarga aylantirishtirishayotgan bu Xitoy hokimiyatini eng tez sur'atda har xil bu iqtisodiy va siyosiy din tarafdan bo'lsin, demokratik tarafdan bo'lsin, o'zimiz foydalanib bo'ladigan imkoniyatlardan hammasini foydalanib, eng tez arada buni to'xtatishga biz kurash qilmasak, anglatmasak, bu guvohliklarni bermasak, buni to'xtatishga asla mumkin emasligini biz buni bilib yetganligimiz uchun hozir bu islom dunyosiga ciddi qarab, islom dunyosi qaytadan bir tashviqot, ya'ni o'zimizga guvohlik ishlarini ciddi olib borishga niyat qilyapmiz. Bu hozir 5 yildan yaqin masalan endi g'arb ellari e'tirof qilgani bilan bu qirg'inchilikni. Masalan, Turkiyadan boshqa musulmon davlatlar asosan ya 5 ni qo'mit qilib oldi, ya Xitoyning qo'lida hatto. Masalan, yaqinda Pokistonda ochilgan Islom hamkorlik tashkilotining yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yin taklif qilib, aziz mehmon sifatida taklif qilib, Ashiyada Wang Yi Xitoy hukumatining musulmon dunyosiga oid tanish ittifoq hamkorlik ichida yashaydiganligini bildirdi masalan. Yana nurg'un davlatlarning tashqi ishlar ministri, Pokistonning tashqi ishlar ministri Imron Xon hatto Xitoy hukumatining siyosatlarini hatto payg'ambarning yo'liga o'xshatdi. Buni siz qanday qaraysiz? Bu chekidan oshgan bir nadonlik deb hisoblaymiz, chunki bir dinni yo'qotishga tirishayotgan bir hokimiyat prezidentini payg'ambar o'xshatishni o'z aqlsiz yozasidan topdi. Shuningga biz hukumatlar mayli qanday yo'lni tutsin, u aniq, ya'ni xalqaro islom mamlakatlarining hammasi Xitoyniki iqtisodiga va savdo nimasiga bog'lanishlik, shu sababdan ular bizni qo'llamaydi, ammo musulmon olami, xalq bizni qo'llasa, shu bizga yetarli. Rahmat, Do'nabus Ömer Bey efendim bugün. Arzbaydi.